Assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, Chorvador YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugungi video syomkamizda biz o'zimizning xonadondan boqilayotgan qo'chqorlarni video syomkasini qilib beramiz. Xudo xolasa akalar, necha oy davomida mana shu holatga yetib keldi va nimalarga e'tibor berish kerak, nima ratsion edi, shularni gaplashib o'tamiz. Like bosib, kanalimiz yangi, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa buni qisqacha sizga nima yem bilan mana shu holatga keldi, nimadan boshlash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shu haqida siz bilan gaplashib o'tamiz. Mana bu yerdagilar biz o'zimiz oddiy uy sharoitidagi nima desa bo'ladi? Qo'yxonamiz, shinamgina shu 20 ta, 25 ta qo'y sig'adigan qo'yxonamiz. Bu qo'yxonada akalar hozirgi paytda 21 ta qo'chqor boqildi. Qo'chqorlarni ko'ryapsiz akalar. Bu qo'chqorlarimiz aka 14 oylik, 15 oylik atrofidagi qo'chqorlar akalar. Hozir damda olib, yem deb yotishibdi akalar mana. Endi bu qo'chqorlarimiz olinganiga, xudo xolasa akalar 6 oy, 6,5 oy davomida 6 oy, 6,5 oy bo'ldi. 6 oy, 6,5 oy davomida buni akalar o'ziga yarasha mashaqqati bo'ldi akalar. O'ziga yarasha buni rejimi bo'ldi. Buni kasal-kusali bor, boshqasi bor. Xudo xolasa shunaqa nima desa bo'ladi? Obunachilarimizga chiroyli qilib biz ma'lumotini beraylik. Akalar, nimalarga e'tibor berish kerak, shuni ham gaplashib o'tamiz. Endi obunachilar olinganiga 6 oy bo'lgan bo'lsa, qo'y birinchi yangi qo'raga kelishi bilan tashqi ichki parazitlarni bir tozalab turib, keyin yemga tashlaymiz. Tashqi ichki parazitlarga, tashqi parazitga vermak, ichki parazitlarga akalar albendazol, ya'ni alben qaymoq dorisini berilgan. Xudo xolasa birinchi o'rinda qo'chqorlarimiz akalar rejimiga e'tibor qaratilgan. Bo'ldi akalar. Qo'chqor mana shu holatda yemni ozgina-ozginadan yeb mana shu holatga yetib keldi. Ya'ni nima yemlar edi akalar? Quruq yem yegan, kimdir pishirib beradi, kimdir quruq yem beradi. O'shaning uchun biz yemimizni quruq yem bilan mana shu holatga olib keldik. Birinchi kelganda akalar 300 gram, 400 gram bilan boshlangan bo'lsa, hozirgi paytga kelib mana 6 oy davomida akalar 1 kilogacha yemni yeyapti akalar qo'chqorlarimiz. 1 kilogramgacha. Endi xudo xolasa bu qo'chqorlarimizni akalar mana ko'ryapsiz. Hozirgi vaznlari ham akalar nima desa bo'ladi? Oldi 100 kilo, mana shu qo'chqorlar 100 kilo, 100 kilodan ziyod, keti ham akalar 90 kilodan. Xudo xolasa mana yozib qo'yilgan o tomonda turibdi. Xullas ashlar ichidan qo'chqorlar sotilgan. Mana shu qo'chqorlar akalar qurbonlikka inshaalloh sotilgan. Endi xudo xolasa kimga qo'chqor kerak bo'ladigan bo'lsa, bugun 25-may, xudo xolasa ertaga 26, ertaga jo'natib beramiz. Kimgadir shunaqa katta qo'chqor kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib qo'yasiz. Endi bu nima yemagan sizga ko'rsatib o'tamiz akalar. Birinchi o'rinda mana akalar, arpasi akalar. Mana quruq arpa. Mana bu yerda akalar bug'doyni maydalangani, mana bu yerda arpani maydalangani mana akalar. Bu yoqda kepak. Mana shu holatda ekan, endi kunjarasi bor edi. Qishda kunjara berdik, yozda hozir kunjarani to'xtatib qo'ydik. Chunki kunjara issiqlik bo'lganligi uchun qo'chqorlarimiz unchalik yegisi kelmay qoldi. O'shaning uchun akalar quruq yem bilan ertalab 1 kilo, kechqurun 1 kilo mana shu darajaga yetib keldi. Xudo xolasa bu qo'chqorlarimiz akalar yonida обязательно toza suv turadi. Rejimiga juda qattiq e'tibor qaratiladi. 2 mahal rejimda boqilgan, ertalab va kechqurun. Obedda hech narsa yemaydi. Tashaga ham solinmaydi, o't ham solinmaydi. Faqat yonidagi suvni almashtirib turiladi. Endi mana bu qo'ramizga xudo xolasa akalar, mana shu nima desa bo'ladi akalar. O'zimizning xonadon unaqa 5 yulduzli qo'ra emas. Har birimizni qo'ramiz akalar qo'y to'la bo'lsin, xudo xolasa. Kimga narx sifat to'g'ri kelsa, hozir buning ichida 10-12 tasi qoldi. Yana akalar mana 90 kilolar, 100 kilolar qo'chqor qidirib yurgan akalarimiz bo'lsa, akalar mana shu qo'chqorlarni ham aka xudo xolasa uyingizga dastavka qilib beramiz. Beshariqqa, Marg'ilonga, Andijonga, Namanganga qo'chqorlarimiz sotildi. Xudo xolasa sizga ham agar kerak bo'ladigan bo'lsa, sразу pastda raqamlarga aloqaga chiqasiz, xudo xolasa jo'natib beramiz. Narxlari keladigan bo'lsa, akalar 90 kilo, 100 kilo atrofidagi qo'chqorlarimiz narxi 9 million so'mdan, mana bu sal yengilroqlarimiz bor, 8 million so'mdan ozmas xayri bor. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, kanalimizni kuzatib, like'larni bosib, xudo xolasa biz chiqarayotgan videolarni ko'rib borasizlar.